Assalomu alaykum. Samquyon mini fermamizni kuzatuvchilari. Orada ko'p video qo'ya olmadik. Samquyon mini fermamizdagi videolarni, yangiliklarni qo'ya olmadik. Orada mana 3 oylik tanaffusdan keyin, 3 oydan keyin mana hozir video qo'yishga qaror qildim. Quyonlarimizda o'zgarishlar bor, sotuvlar bo'ldi, ko'payishlar bo'ldi. Yosh quyonlarimiz katta bo'ldi, katta quyonlarimiz sotildi, bo'lmasa ko'payib yotdi qolganlari. Hop, bir boshdan quyonlarimizni obzor qilishni boshlaymiz. Mana bu yerda Galant Gavana akraslik samestimiz. Gavana akraslik samestimiz. Bu yerda Flander samestimiz. Joyi tor. Hozircha tor joyda turibdi. Mana bu yerda Xikol samkamiz. Xikol. Qurilish ketyapti. Yangi qafaslarimiz qurilish ketyapti. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa bu 9 xonali qafas bo'ladi. 2 etaj, 3 etaj, 3 etajlik, har bitta etajda 3 tadan xona bo'ladi. Bu qurilish ketmoqda. Bu yerda go'sht yo'nalishdagi gibrid quyonlarimiz. Mana gibrid quyonlar bular. Flander, Xikol gibrid bo'lib chiqqan. Bulardan go'sht yo'nalishda foydalanamiz. Bu yerda hammasi zotga olib qolingan samkalar. Mana bu yerdagilar ham ko'rib turganlaringiz samkalar. Mana bu yerda fransuzskiy baran bilan Flanderdan chiqqan quyonlarimiz ham bor. Xo'p. Flander samkamiz yozda tug'ilgani uchun uxasini taylab olgan. Qulog'ini taylab oldi. Lekin ota-onasini qulog'i katta oz ko'rgan samestingiz shu otasi, mana shu ko'rgan, bundan oldin ko'rgan samestlaringiz bu otasi. Uxalari 19, 18, 19 shunday. Galant samka. Galant samkamiz 2 marta bola boqib bergan. Sog'lom. Faqatgina absesi bor. Abses bor bunda. Shu sutlarida, sut bezlarida. Rex Gepardimiz. Rex Gepard. Bu samest. Yoshi 6 oylikmi shunday bo'ldi. 5 oylikdan o'tdi-da. Mexlari ideal chiqqan. Tulovdan chiqdi. Bu yerda Xikol samkamiz. Xikol samka. Bu ham yaxshi ishlab bola beryapti. Bu yerda Karlik Almazli glas samkamiz. Samka. Bu yerda Karlik Almazli glas baronlarimizni bolalari, pastdagi Galant samkani bolasi. Mana bu Galant samkani bolasi. Bu Karlik Almazli glaslar. Bular 3 oylik bo'ldi, bu 2 oylik bo'ldi. Bu yerda Karlik baran Almazli glas samkamiz. Boshqa quyonni 3 ta bolasi va o'zini 4 ta, 5 ta bolasini jami 7 ta yo 8 ta quyonchani boqib beryapti.
Mana o'z bolalarni ko'rsatamiz. 7 tami shunday bolachani boqib beryapti samkamiz, mehribon samka. Bu yerda karlik baran, chorniy agnonni samkamiz, bo'g'oz. Shu kunlarda tug'ish kerak. Xudo xolasa bunga radomliklarini tayyorlab tug'ishga qilib beramiz. Mana bunday qilib sharoit qilib beramiz. Xudo xohlasa. Mana bu yerda Rion akraslik samkamizni bolasi. Bu samka bir marta bola boqolmadi. Hozir ikkinchi marta bo'g'oz homilador. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa bu ham tug'ish kerak. Shu yaqin kunlarda bunga ham joy tayyorlaymiz. Bu samkachamiz ham Rionning bolasi bu. Xo'p, bu yerda split samestimiz. Shu oldingi videolarda ham ko'rgansizlar. Split samest. Mana bu yerda go'sht yo'nalishdagi gibrid quyonlarimiz Flandr bilan fransuskiy barandan chiqqan. Nasl olish uchun naslga qoldirgan samkalarimiz bular. Bular ham tayyor bo'lib qolgan. Nasib bo'lsa qochirib ko'paytirishga tayyor bo'lib qolgan. Bu yerda Xikol plus Flandr. Otasi Flandr, onasi Xikol samkamiz. Bu birinchi qoringa hozir birinchi qoringa bo'g'oz, qornida bolasi bor. Xudo xolasa tug'ish kerak. Tug'ishini kutyapmiz. Flandrday chiqqan. Quloqlari ham katta, yirik, gavdalari ham, vesi ham hozir 6 kiloga yaqin atrofida 6 kilo turibdi. Xo'p, bu yerda split samkamiz, karlik baran, split samka. Split samka. Bu ham bola boqib bergan. Bu yerda nasl uchun samestimiz, fransuskiy baran bilan Flandrdan chiqqan. Mana. Samest bu. Xudo xolasa ishlab bola beradi. Karlik baran almazniy glas samestimiz. Karlik baran almazniy glas samestimiz. Juda ham sho'x, mana kamirib tashaganman, pollarini kamirib. Mayli, o'zing bilasan, baribir tushib ketmaydi. Polni kamirgani bilan polni tagida mana bunaqa qatlam bor, baribir tushib ketmaydi hech qayerga. Polni hali remont qilamiz. Kamirib tashabdi polini, mana turishini qaranglar. Xo'p. Bu yerda ham karlik baran almazniy glas samestimiz mana. Bu qariya 3 yoshdan o'tdi bu, 3 yoshlik samestimiz. Lekin hali ham ishlashlari zo'r ishlab beryapti. Xo'p, bu yangi qafasimizda qaysidan boshlaymiz? Flandr bollari. Flandr bollari ikkita samest. Boyagi samka, mana bu yoqda ko'rgan samkani sheriklari, ikkita samest. Bular sotuvda ham bor bular. Oho, bir-birini qulog'ini yara qilibdi. Sotuvda bular, ikkalasi ham sotuvda, kimga kerak bo'lsa. Flandr. Ota-onasi tikka quloq, faqatgina bular issiqda tug'ilgani uchun qulog'ini tashab olgan. Mana bu yerda bitta baqirog'imiz bor, mana. O, baqiroq. Buning laqabi Kisha. Buni taniganlar bor, tanimaganlar bor. Fransuskiy baran samestimiz. Xudo xohlasa ishlashni boshlagan. Quyonlarga ishlashni boshlagan.
tayyor ishlayotgan samest. Makfi. O, baqirma. Fransuskiy baran samkamiz. Makfi baran. Mana samka. Bu yoqqa olaylik-da shuni. Bu samkamiz. Bu ham 2 yoshga yaqin bo'lib qoldi. Lekin qochirib tug'dira olmadik. Yo 2 yosh emas, 1 yoshdan o'tdi. Qochirib hali tug'dira olmadik. Xudo xolasa endi planlar bor. Mana bular kuydirish kerak ekan, turlashni boshlabdi. Mana Flander. Mana bularni onasi. Mana Flanderlarning onasi mana. Samkamiz, Flander samkamiz. Bu fransuskiy baran, goltak raslik fransuskiy baran. Makfini goltak rasligida. Hozirda bizlarda yangiliklar shular. Samquyon meni fermamizda quyonlarimiz ko'payapti, sotilyapti. Hozir qish sezonida ancha kamaytirdik. Mana bu qish sezoniga kirib kelyapmiz, kamaytirdik. Quyonxonamizning harorati 12-15 mana hozirgi holatda 12-15 gradusda turibdi. 12-15 gradusda turibdi. Quyonlarimiz holati yaxshi. Ko'payapti, bola boqyapti. Hammasi yaxshi. Xo'p, endi sotiladigan quyonlarimizga keladigan bo'lsak, juda ko'pchilik so'radi, nimaga video qo'ymayapsizlar, nimaga quyonlaringizni ko'rmayapmiz, qanaqa sotiladigan quyonlaringiz bor deganlar uchun bir boshdan sotiladigan quyonlarni ham ko'rsatib ketaman. Mana shu samestimiz sotiladi. Galant samest. Mana shu samestimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, bu 1 yoshga yaqin. Ishlashlari zo'r, sog'lom. Yeb ichishi hammasi zo'r, sog'lom. Xo'p, keyin mana bu quyonchalarimizdan sotiladiganlari bor ichida. Hammasi ham sotilmaydi. Sotiladiganlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, go'sht yo'nalishida boqaman deganlar uchun mana shu yerda sotiladigan quyonlarimiz bor. Agar bulardan ma'lumot kerak bo'lsa, shu yozib qo'ysalaringiz, nomer tashiyman, telefon qilib bemalol yoki nomer qoldirsalaringiz, telefon qilib gaplashamiz. Sotib olmoqchi bo'lganlar telefon raqam qoldirsa, telefon qilib o'zimiz aloqaga chiqamiz. Xo'p, mana bu yerda ham yo'q, bularda sotiladigani yo'q. Xudo xolasa bularni nasl olishga olib qolganman. Ko'ramiz. Yana sotiladiganlaridan mana bu sotiladi. Samka. Galant samka sotiladi. Xohlasalaringiz para qilib ham beraveraman, xohlasalaringiz bitta yakkaga ham beraveraman, farqi yo'q. Paraga arzonroq tushadi. Endi donaga bo'lsa bilmadim. Uni kelishamiz. Narx-navosini u alohida gruppalarda Telegram orqali yoki telefon orqali gaplashaveramiz. Mana shu samka sotiladi. Keyin almazniy glas sameslarimiz sotiladi. Mana ikkita sameslar. Ikkita almazniy glas baran samest mana. Mana shu ko'rib turgan ikkita samest. Bular 3 oylikka yaqin, 3 oylik bo'ldi hisobi, 3 oylik bo'ldi. Yana 1 oy 2 oydan keyin o'zi ishlashni boshlaydi.
Kimga qiziq bo'lsa, kimga sifatli almaz gilazlar kerak bo'lsa, bor mana. Samislari bor. Samkalari yo'q lekin samislari bor. Keyin yana qaysi sotiladiganlaridan bo'ldi. Hozircha sotiladigan quyonlarimiz shular. Flander. Agar kimgadir mana shu videoni ko'rib Flander quyon kerak desa, samislarimiz sotiladi. Ikkita samis. Agar samkasi ham kerak desa, onasi bilan otasi bir para qilib sotiladi. Yakkaga sotilmaydi. Onasi bilan mana onasi samkamiz, samestimiz mana. Mana shu samestimiz. Ana shu samestimiz, samkamiz. Faqat yakkaga sotilmaydi. Yakkaga yo'q. Paraga bo'ladigan bo'lsa, samka samest sotiladi. Bitta mana bu samestdan bonusiga qo'shib beriladi. Mana shu ikkita samestdan bittasi bonusiga qo'shib beriladi. Agar samka samestni bir joyga olganga. Bu bolasi, shu samkani bolasi samest. Xohlasa sotadi, xohlasa boqadi, kimga qiziq bo'lsa. Bular ham alohida sotiladi. Bir donaga sotiladi. Flander, ota onasi Flander. Faqatgina yozda kimdir aytadi, qulog'i tashagan ekan, bu bo'lmaydi. Yo'q, qulog'i tashagani bu tug'ma emas. Tug'ma emas. Yozda issiq bo'lgani hisobiga qulog'i o'sib ketib, tez tashab qoladi. Mana samkachamiz yotibdi mana. Sam quyon mini fermamizda hozirgi holat shunday. Quyonlarimizdan sotiladiganlarni aytdim. Yana video oxirida har bitta quyonni iloji boricha alohida qilib, chiroyli qilib bir video qilib tashlab berishga harakat qilaman. Sam quyon mini fermamizni kuzatib boringizlar. Bu videolarni yana yangi videolarni ko'rish uchun, yangi videolar chiqqanida ko'rib kuzatib borish uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'yganlardan keyin qo'ng'iroqcha tugmasi bor. Shu qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalar, birinchi qo'ygan videoyim birinchi bo'lib sizlarga boradi. Keyin kimgadir quyon kerak bo'lsa, kimdir shu quyonlarga qiziqsa, dekorativniy, podarishniy quyonlarimizga qiziqadigan bo'lsa, kimgadir sovg'a qilmoqchi bo'lsa, Xudo xohlasa mana shu yuqorida turgan mana shu quyonimizning bolalaridan 20-25 kundan keyin sotuvga chiqadi. 20-25 kunda sotuvga chiqadi. Uni yana alohida video qilib tashlayman e'lonni. Shulardan biroq qo'yishlaringiz mumkin. Oq almazli gilas, oppoq almazli gilas bolalari. Xo'p. Yana kimda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol savollaringizni kommentariyasida mana shu videoni opisaniyasida bemalol yozib qoldiringlar kommentariyada. Biz shunga qarab qanaqa nima ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol yordam beramiz. Keyin hozirgi vaqtda quyonlarda yana bir narsa esimdan chiqibdi. Quyonlarda qulog'ida qo'tir, klish, qo'tir degan narsalar chiqdi. Ularni davolash uchun quyonchilarda kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Ularni davolash uchun mana bunaqa Ivermectin. Hop, Ivermectin. Mana. Ivermec 1%lik Ivermectin mana shu doridan klish tushgan bo'lsa, klishga qarshi klish tushgan bo'lsa 1 gram, klish tushmagan, endi paydo bo'lyapti. Endi klishni o'sha qulog'idagi qo'tirni sezilarli borligini bilganda 0,5 gram. Agar qulog'i rosa qo'tir bo'lib, yara bo'lib ketgan bo'lsa, 1 gram qilsa ham bo'ladi. Mana shu Ivermec. Xo'p, keyin quyonlarda ichidagi hozirgi vaqtda mana bu endi qish sezoni kelyapti. Bir quyonlarda ichini bir qurtlardan, bakteriyalardan tozalash uchun mana bu albin, albendazol deyiladi. Albin
Men mana shundan foydalanaman. Buni och qoringa beraman. Har bitta quyonga 1 grammdan. Och qoringa beraman. Og'zidan shprez orqali quyib beramiz 1 grammdan. Yana qaysi dorini aytay? Quyonlarda hozirgi vaqtda shamollash ko'p bo'ladi. Quyonlarda shamollash yuqori bo'lgani uchun, shamollash uchun mana bu Nitox 200 degan mana shunaqa idishda bo'ladi. Xo'p, so'roqi hali meniki tugamagan. 2027-yilgacha hali ko'p ishlataman buni. Quyonlar shamollasa, burni oqsa, ishtahasi yo'qolsa, yana juda ko'p narsalarga yaxshi ekan. Mana shundan qilaman. Buni o'z dozalari yozilgan o'zida. Qancha qilish kerak, necha gramm. Men asosan 1 gramm qilaman. Agar toza kuchli bo'lib ketgan bo'lsa 1 gramm, bo'lmasam 0.5 gramm qilaman. 0.5. 1 grammni yarmi. Nitox. Hozircha shular quyonchilikda. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa bemalol, qaysi mavzuda savol bo'lsa bilganimcha, qo'limdan kelgancha aytaman. Men qanaqa korim berasiz degan savol bor edi. Menga qanaqa korim berasiz, nima berasiz deganga, mana beda bor. Hozir beda bu yerda yo'q. Mana beda bor, quruq beda. Quruq xashak beda. Ko'rsatib o'tay. Mana bu arpa. Oddiy arpa va Greenfit. Greenfit mana bu korim. Mana bu korim, Greenfit korimi mana. Greenfit korim. Shundan beraman. Oldin mana bu korimdan berardim. Korim labdan. Hozir Greenfitni bu qoplarga solib qo'yganman. Bunga e'tibor qilmaysizlar. Qoplar mana korimlar ham hamma narsa qishki sezonga tayyor qilib qo'yilgan. Korimlar zapasi bilan turibdi. Agar Samarqand bo'yicha kimgadir korim kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz, men dastavchikda o'sha dilerimiz raqamini beraman. Bemalol murojaat qilib olaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, Greenfit korimi bor. Mana shu Greenfit korimidan mana nomi mana shu Greenfit. Xo'p, fermamizda hozircha shu. Yana kimga qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, kimga qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana shu kesha qushchamiz, to'polonchi. Hozircha quyonxonamizdagi holat shunday. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa yangi videolarni endi mana bundan keyin tez chiqarib turishga harakat qilamiz. Rahmat. Karlik baran chorniy agniyonni. Samka. Karlik baran chorniy agniyonni samka. Anchadan beri sahnamizga chiqmagan. Bola boqgan, sog'lom. Karlik baran almazniklar samest. 1 yosh. Sog'lom, ishlagan, bola bergan, ishlashlari zo'r.
kallalar Cherokee. Cherokee kalla. Dekorativniy podarishniy almazli glas quyonchalarimiz 2 oylik. Dekorativniy podarishniy almazli glas quyonchalarimiz 2 oylik bo'ldi. Hammasi